18 sentabr Bay nahiyəsinin Terek bazarında yüz bergen soğan kömür keniga hücum qilish vaqasida o'lgan saqchilardan 4 nafarning kimligi aniqlandi. Bulardan saqchixona boshlig'i Wufeng 45 yosh, Xiaohu 28 yosh, Zayir 28 yosh, Zakirjan 27 yosh bo'lib, ular vaqa yuz bergan tavallikdagi Terek bozorliq saqchixonaning xodimlari ekan. Bular vaqa yuz bergan kuni vaqa maydoniga yaqinlashgan chig'ida yo'l ustida kutib turgan fidoyilarning hujumiga uchragan. Doirlar vaqada o'lgan saqchilarning kimligi haqida hozirgacha ommaga hech qanday ma'lumot bermagan. Oshkorlanishicha, saqchixona boshlig'i Wufeng mashinasiga Terek bozoridagi may punktidan Nesiga may qachilaydigan bo'lib, mazkur may punktining boshlig'i saqchilardan Nesi hisobni surishti qilgan cheg'ida Wufengning o'lganligini uqib qolgan. Saqchi Zakirjanning o'limi uning oilasiga doirlarning hol so'rab kelish sababli jamiyatga oshkorlangan. Tuanda muxbirimiz Shuhrat O'shurning bu vaqtda tayyorlagan uchurlari diqqatingizda bo'ladi. 您好，大城县公安局，请拨分机号码。 Kökterek'nin sakçı başlık kimi? Olmuş Terek'nin sakçı başlık kimi? Bu sojan da koydu kamdı famus bu. Muavin sojan şu. Muavin sojan Cavdayan şu mu? Ha Cavdayan kimi? Kurbancan. Ölgen kaysı bu? İkisinin içinde kaysı ölgen oldu? İkilisi oldu mu birisi mi? Bu sojan ölgen oldu. Kurbancan doktorxanada devat etti. O bu sojanın toluk ismi ne? Toluk atılışı. Amca bu sojan gün kaptı kemer toluk atlı isimdi yok. Ha, qanday ahvolingіз yaxshimi? Yaxshi. Ha, siz ma Terekdagi bir may punktdan boshliq, shundaqmi? Shunga sizlarning shu bexatarlik jihatda nimalarni qildinglar shu voqea yuz berganda ekan? Bexatarlik jihatda biz jibarni kuchaytirdik. Turvatmiz. Tekshirishni kuchaytirib, uni qildik. Nuqtaliq diqqat qildigan, xatarlik deb qaralgan, mo'yim deb qaralgan gumondarlar haqida sizlarning bir ma'lumotinglar yo'qmi? Sizlarga saqchixondan yoki naylik saqchi idorasidan yoki yezliq saqchixondan bergan ma'lumot bormi yo'qmi? O yerdan urlashtirib diqqat qilinglar, shu biz mayag'ila kelgan odamlarni tizimlayapmiz birdan. Anlig'ingizda saqchidan qancha odam o'ldi deb, saqchilarning qancha deb anlig'ingiz o'lganmi? Saqchidan hamda mashadagi saqchixonaning boshlig'i bizning punktdan Nesiga may qajlaydi. Shu saqchixonaning boshlig'i diqqatda deb shuni oldim, boshqa gapni anglamadim. Bu sojanning familiyasi nima? Bu nima? Wufeng. Shu sojanni diqqatda deb oldim. Wufeng o'lgan chaqda pichoqlik hujumda o'ldimi? Mashina so'qib o'ldimi? Portlatishda o'ldimi? Anlig'ingiz nima? Shu voqea bitirib qo'yganda qurbon bo'ldi dedi. Voqea bir taraf qilish jarayonida. Voqea bir taraf qilish jarayonida qurbon bo'ldi dedi. Uni ham bizmi belki surishtirib ketmadik. Jamiyat orqali gap nima bu vaqtda? Nesiga mayqajlaydi. Shunlar bu bizda bu o'zatmi yo'q, bu yerda ham qadaxular. Hatto hisob kitob qildi deb shuni o'ylab desam shu xotirjam bo'linglar uni biz qaysi shunchalik deb paysodagi bir xodim shu gapni deb boshqa gapni o'qimadim men. Shuni qaysi saqchi sizdan bir ko'rashganingiz? Mana shu hisobotingizni surishti qilib berib ko'rashgan saqchi qaysi saqchi? Terek punktidagi bir saqchi ikkitaga o'shaga voy o'jatmi yo'qdi bu mustaq korimiz idorani ochmadik pullarni deyantinglar bu yozib qo'ying deb nima qilaverdinglar atog'in fuqishmas qilib qolarmi hisob kitobda desam xotirjam bo'linglar ashqib uni shu kar pulurganda biz hisobotingni birimiz bu so'jan shu qatdan vaqt qurbon bo'ldi dedi. Başka gapni anlamadim men. Qanday hozir har kuni charlash aeroplanlari uchib turyapti, qanday holat hozir sizning may punktning atroflarida ustida? Aeroplan uchyapti, ko'rdik. Yaxshimisiz? Baynaylik jamoat xavfsizlik idorasi. Tarmoq nomerini desang. Terek bozorida shu 3 kundan beri bunday o'lim yetim, bu janoz namozini qo'ydigan, meyitni yerlik qo'ydigan Jig'izara xo'lim qo'shlaringizning ichida, hech bo'lmagan xo'lim qo'shlaringizning ichida birasining "Mena balam yak urug'ti qirma vaqada o'ldi" degan bir jig'izara bir qaqshashni oldingizmi? Qaqshashni olmadim shu. Burunda shu saqchibalning orasida bizningki va shu Terek mikondan va Terek mirkondan. Bir saqchibal bordi, shu hamda shu Terek mikonning qaqshni aytishcha va hukumatdan yo ashtaq ahvol so'rab berib, shu vaqada qurbon bo'lganligini ashtaq tutdi, shuning shu gapni oldim hamda. O kim degan bola? Qaysi bola? Qaysi saqchi bola? Terek mikoniki. Ismi nima? Ismi familiyasi? Zakirjan deb. Zakirjan familiyasi nima?
familiyasi nima? Familiyasi Uqmarkan Zakirjon. Qancha yoshda bu? Qancha yoshda bu? 20 necha yilda bu 20 Andaq bu Zakirjon, bu Sojan Zakirjon shu mashina urib, mashina o'rilgandan keyin mashinaning besilishi bilan mashinaning zarbasi bilan o'libdimi yoki ular mashina o'rilib qolgandan keyin kelib hujumchilar pichoq tiqib pichoqlab o'ltiribdimi, portlatibdimi, qanday bo'libdi? Jamiyat tarqalgan gap nima bu vaqtda? Shu mashina o'rilgandan keyin mashtab nuqtaga hujum shu gaplar bormidi? Ha, mashina o'rib qolgandan keyin hujum qildi degan gap bor, ammo qanday hujum qilganligi haqida gap yo'q. Siz anglamadingiz uni. Vusojan tanımsiz, siz bilemsiz, adatı münasibetinizde var mı bu bilen? Vusojan bizniki şu terek taxtxanınki taxtxanı başlatıp diye olmasa. Hayat mı, hazır öldü mü? Anlaşılınca Vusojan kurban oldu dep şu hayana aldık. Ölgen sakçılardan kimning ismlerini bilsiz? Bizim Vusojan'ınkini oxune, Vusojan'ı. Vufon tanıysiz, şundak mı? Anadikelik Şavku'da küçük çıralık bir sakçı var diye ben Vusojan'ı bilişirdim. Unutmayayım. Yani ço? Anamdikin. Xuniki, to'liq ismi nima? Xu nima? Xuniki oqmayman. Uni uqmaysiz. Qancha yoshda botdi bu? Shavxu aytgandi. Ha, Shavxu qancha yoshda? 28 yosh atrofimizkin. Vufon qancha yosh? Sojan 45 barmi deyman. Zakirjonni tanimsiz? Zakirjonni? Zoirjonni sizlar. Ha, Zoirjonni. Zoirjon taniyman. Zoirjon hayotmi, o'ldimi? Zoirjon o'ldi. Zoirjon demabdi marasa Allah. Bu Zoirjonning familiyasi nima? Abduzoir Qurban. Zoir Qurban. Zoirjon qanday o'lgan vaqada? Zoirjon Sojanni xalqi Shohuni o'tigan shu qatorda biroqla tanglik bo'lsa o'tirayotgan. Shundaymi? Vufon bilan birga o'lamdi umi? Zoirjonmi? Vufon bilan tang o'lgan bo'ldimi? Meni bilishimcha, shu parangda tang bir vaqtida. Bu Zoirjon Terek bozorlik saqchixonaning saqchisimi yoki konning maxsus ayrim saqchisimi? Ko'mirkonning saqchisimi? Ya bu Zoirjon intamda o'tgan balkan-ku. Ama shu Terek bozori saqchixonaning saqchisimi tu yoki Nayanami? Terek bozorining, shunami? Ha. Qancha yoshda botdi? Zoirjon 25 botdi. Hurmatli radio anglashlar. Ma'lum bo'lishicha, voqea yuz bergandan keyin, ya'ni charlash operatsiyasi davomidami, saqchilardan o'lgan va yaralanganlar bo'lgan. Ammo ularning soni va kimligi hozircha aniq emas. Kanalimizga zavg'an bo'ladigan tarix bergan barliq qarindoshlarımızdan Allah razı olsun. Qarindoshlarımızdan yaqindan qo'llab qo'yilishi, tarixni berishi, hammalarga bilan texnik güzel programmalar o'tirib chiqsa, hammadan Allah razı olsun.